Bismillah, assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun qorin dam bo'lishi, nima sababdan kelib chiqishini va uni oldini qanday olish mumkinligini o'simliklar bilan tushuntirib bermoqchiman. Bizni g'oyibona duo qilib turganlar bu videoni eshitib, o'zingizga kerakli foydani olasiz degan umiddamiz. Qorin dam bo'lishi, gaz yig'ishi bu oshqozonga tushgan ovqatimizni yaxshi hazm bo'lmagandan keyin gazlanadi. Gazlangandan keyin dam bo'ladi. Ovqat achiydi u joyda. Achigan ovqatdan keyin sasigan qon paydo bo'ladi, oddiy. Keyin o'sha a'zolarga boradi. Kimdir bosh miyasiga boradi, kimdir bo'g'imiga boradi, kimdir jinsiy a'zosiga boradi. Shunaqa bo'lib kasalliklar sekin-sekin rivojlanib ketadi. Buni sababi yoki ovqatni ko'p miqdorda yeb, yaxshi chaynamasdan yotib olishlik yoki sovuq narsani ko'p iste'mol qilishlik. Sovuq bo'lmasa ham mizoj sovuqlik bo'lgan narsalarni ko'p iste'mol qilish. Masalan, qatiq, limon, ko'katlar ko'p sovuqlik bo'ladi. Shularni ko'p iste'mol qilgan odamda o'sha qorin dam bo'lishi, gaz yig'ishi kuzatiladi. Keyin aralash ovqat yeyishdan ham paydo bo'ladi. O'tqob dimlanishdan paydo bo'ladi. Oshqozon usti bezi yaxshi ishlamasa ham paydo bo'ladi. Oshqozonni devorlari, shilliq qavatlari yallig'langanda shunaqangi qorinda dam bo'lish, gaz yig'ilishlar kuzatiladi. Keyin oshqozonni shilliq pardalari yallig'langandan keyin o'sha yallig'lanish, gastrit, keyin yara bo'lishi, yazvalar kelib chiqadi. Bu haqida oldin ham video qilganmiz. O'tib ko'rsanglar bo'ladi. Agar shunaqa kasallik bo'lsa, davolash choralarini uy sharoitida aytib o'tganmiz. Lekin hozir qorin dam bo'lishida o'zimiz uyda ishlatadigan zira bor. Har xil ziralar bor. Eron zira deydi, hidi bor zira, tog' zira deydi. Mana shu ziradan 5-6 donasini olib chaynab yuborilsa, shu damni ketkazadi. Yoki mana ko'pchilik uyda bor. Sedana ham mizoj issiqlik, sovuq narsani parchalovchi hisoblanadi. Endi hammaga ham mumkin emas, lekin ozgina qorni dam bo'lganda, u sovuqlik, bu issiqlik narsa, shuni parchalab ketkazuvchi hisoblanadi. Bundan ham ko'p kerak emas. 5-6 donasini chaynab suv bilan yutib yuborish kerak. Shunisi kifoya qiladi. Endi buni davomiyligi, masalan, oshqozonda yarasi borlar ovqatdan keyin qilishinglarni tavsiya beraman. Ovqatdan masalan 5-10 minutdan keyin. Och qoringa qiladiganlar ham qilsa bo'ladi, faqat oshqozonda yara bo'lsa, bu narsa ko'p parchalab ochuvchi narsa bo'lgani uchun sedana ozgina og'riq qo'zg'ab qo'yishi mumkin. Shuni qorin damini ketkazib shunaqa qilish mumkin. Keyin boshda aytgan parhezlik amal qilsanglar, bu qorin dam bo'lishi o'z-o'zidan tark etadi. Biz birinchi o'rinda bemorlar kelsa, ana bo'g'im og'riqlarini muolaja qilamiz. Greja, suyak emirilishi, polartrit, revmatizm, shunga o'xshagan kasallikka muolaja qilamiz. Birinchi oshqozonimizdan qaraymiz. Oshqozon ichakdan so'rilish buzildimi? Ovqat yaxshi hazm bo'lmayaptimi? Yaxshi qon paydo bo'lmayaptimi? Bo'g'imlar uchun kerakli qon paydo bo'lmasdan yaxshi bormasa, limfalar dimlangan bo'lsa, hazm yaxshilab, limfa tizimini ochib, qon tomirida qon yurishini yaxshilab, o'sha yerga boradigan ozuqani tiklaganimizdan keyin bu jarayonlar o'z-o'zidan yaxshi tomonga o'zgaradi. Kasallik ketadi, og'riq ketadi. Suyaklar, tog'aylar o'sishni boshlaydi qaytadan. Chunki ozuqa borganda yangi hujayralar tug'ilishni boshlaydi. Shunaqa qilib davolaymiz. Kasal bo'lmasligi uchun bo'lsa, bu oldini olishlik uchun uy sharoitida qilinish kerak bo'lgan ishni biz tushuntiryapmiz. Kimga shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariy yozib qoldirsanglar, biz inshaalloh keyingi chiqishlarimizda sizlarni so'rovinglarga javob bergan holatda video tayyorlashga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.